Geçtiğimiz başlarımız hürmetli vatandaş. Bugünkü İslah 2023 yıl 2. ayının 20. günü. Haftaki Düşenbe vatandaş. Endilikdeki haber. Mundaq, haberden burun öydük küzümgü çırak vurup gitti. Şunu meyada kılıp baktır vatandaş. Geçirirler beni. Mavzu mundaq. Angliya pul muamili gazeti, Tayvan'dan Tashqi ishlar ministri qatorliq yuqori darajalik amaldorlari Washingtonda Amerika amaldorlari bilan uchrashib, diplomatik maslahatlashish olib boradi. Mavzuli xabar 2. ayning 19-kuni Amerika ovozida Xitoy programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Reuters pul muamili gazetining xabarlaridan naql keltirib bunday ko'rsatdi. Aksaray kelar hafta Washington Tayvanning yuqori darajalik amaldorlari bilan ko'rishdi. Bu qatimqi ko'rishish xususiy ko'rishish shaklida elib berildi. Xabarda bunday ko'rsatildi. Pul muomala gazeti 5 nafar xabardor kishilarning so'zlarini naql keltirib bunday ko'rsatdi. Tayvanning tashqi ishlar ministri Wu Zhaoshi va davlat bexatarligi kotibi Goli Xiong Tayvan vakillar umigini boshlab Washingtonga yetib keldi. Aksaray davlat bexatarligining muavin maslahatchisi John Feiner va muavin davlat ishlar kotibi Wendy Sherman bilan ko'rishdi. Xabarda bunday ko'rsatildi. Tayvan tashqi ishlar ministri Wu Zhaoshi Tayvanda muxbirlarga ko'rsatdi. Men bu to'g'rida bir nima deya olmayman. Ham dalillab bera olmayman. Pul muomala gazeti burunda 2 yil burun Tayvan tashqi ishlar ministri Wu Zhaoshining vakillar umigini boshlab kelib, Maryland shtatining Annapolis shahrida Amerika amaldorlari bilan ko'rishganligini xabarda qistirib o'tdi. Bu qatimqi Amerika Tayvan suhbati Amerika Jungo munosabati sazg'ir bir vaqt turgan mezgilga to'g'ri keldi. Garchi Jungoning josuslik shari masalasini prezident Joe Biden Slashtirib bir taraf bo'lsinmi? Lekin Beijing qattiq inkas qaytirib, Amerika munosabati jiddiylashib ketdi. Hatto davlat ishlar kotibi Antony Blinken Beijingni amaldan qoldirdi. Pul muomala gazetining 17-kuni xabardor kishilarning so'zlaridan naql keltirib bunday degan edi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa Ministrligiga Jungo ishlariga mas'ul muavin yordamchi davlat mudofaa ministri Michael Shest Tayvanga ziyoratga yetib keldi. U balki yaqinda Tayvanni ziyorat qilgan eng yuqori darajalik va davlat mudofaa ministrligida siyosat belgilovchi amaldorlarning birisidir. Yaqinda Myunxen bexatarlik yig'inida Jungoning diplomati Wang Yi nutq so'zlab, Jungoning havo sharini Amerikaning urib tushirganligining tagitini o'ylab yetkilib bo'lmaydi. Bu bir xil isteriya kasaliga giriftar bo'lganlikdir. Wang Yi qattiq so'zladi Myunxen bexatarlik yig'inida. Balki o'zi o'ylab so'zlaganda, lekin ish u darajada emas bo'lish kerakmidi qanday? Demak, Amerikani haqorat qildi.